Xo'p, okalar, men bu iplos siqayotgan ishini qaranglar. Shu darajada ham iplos bo'lasanmi? Bunga nima qilish kerak? Videoni ko'ringlar. Videoni ko'rdinglarmi? Mana shu uchun, mana shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun, shu holatlardan yiroq bo'lish uchun mashinaga 3 tali test monitoridan qo'yish kerak. Registrator mana nomi test, 3 tali salonni oladi, oldi orqa. Bu registratorni qo'ysanglar, bemalol fleshka ichida turadi. Telefoningizga любой запись skachat qilib olasizlar, любой payt ko'rishinglar mumkin. Bu sizlarning o'zingizlarning xavfsizligingiz uchun. Hozir mana shunaqa insonlar juda ham ko'payib ketyapti. Mana shu narsani oldini olish uchun обязательно mana shu registratordan qo'yish kerak. Sergeli bozorida topsanglar bo'ladi, mashina bozorida narxi 650 ming so'm. 100 ming, 150 mingga ustanovka qilib beradi. Zato mazza qilib yurasizlar. Nobodo yo'llarda ham DTP bo'lmasin, bo'lib qoladigan bo'lsa, mana shu orqali kim aybdorligini bemalol ko'rib olishinglar mumkin. Chunki hozir shantajlar ko'p-ku. Mana shu videoni Yandexda yuradigan okalarga jo'natib qo'yinglar, manfaatli bo'ladi. Hammaga qo'yishni tavsiya beraman.